Bilasizmi? Otasiz katta bo'lish nima? Men 4 yoshimda o'lim nimaligini tushundim. O'sha kuni dadam biz bilan vidolashayotganida o'lishni xohlamasligini aytgani hamon esimda. Maktabda dadasi bor qizlarga qarab, o'zimni yomon his qilardim. Dadam keladi yoki dadamga aytib beraman deb hech qachon faxrlana olmasdim. Ko'chadan yig'lab qaytganimda esa dadamni o'rniga yostiqqa suyanib yig'lardim. Men atrofimdagilarning bu qizning dadasi yo'q degan so'zini ko'tarib katta bo'lishga majbur bo'ldim. To'g'ri, men otasiz ulg'aydim, balki bu mening taqdirim. Lekin hozir men o'ziga ishongan va kuchli ayolga aylandim. Otasiz qiz hikoyasi va hayot yo'lim haqida aytib berish uchun blogimni yuritishni boshladim va bunda Asror menga yaqindan yordam beradi. Otasiz qiz hikoyasi va meni hayot yo'limsiga qiziq bo'ladigan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va kuzatib boring. Agar siz ham otasiz o'sgan bo'lsangiz, yuragingizdagi so'zlarni izohlarda yozib qoldiring. Biz yolg'iz emasmiz.